Barchangizga assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, Ahmad Bobo Uz kanalining obunachilari. Sizlar bilan men Ziyovuddin Ahmadjonov. Siz YouTube'dagi Ahmad Bobo Uz kanalini tomosha qilmoqdasiz. Xo'p do'stlar, bugun hafta kuniga juma 20-fevral 2026-yil. Xo'p, barchangizga juma ayyom, sayyidul ayyom, juma kuni muborak bo'lsin. Qolaversa, yillarning eng sulton oyi hozir Ramazon oyining, ro'za oyining ikkinchi kuni. Bugun ikkinchi kuni. Barchangiz ro'za Ramazon oyi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bu oy juda barakotli deb aytishadi, juda ko'p kattalar. Barchamizni xonadonimizga, chorvamizga Allohdan baraka tilab qolamiz. Bu oyda hammamizni qilayotgan ishlarimizni, topayotgan pullarimizga Allohning o'zi baraka bersin. Sizlarga yoqimli kayfiyat tilagan holda biz kechagi syomkani mana bugun juma kuni qo'yamiz. Hammangizga omad yor bo'lsin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir bor tabriklayman Ramazon oyi, ro'za, barakot oyi bilan barchani. Qani, bismillah. Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari, chorva, mol, qo'y ishqibozlari. Sizlar bilan men Ziyovuddin Ahmadjonov. Siz YouTube'dagi Ziyouz kanalini tomosha qilmoqdasiz. Xo'p, do'stlar, bugun hafta kuniga payshanba 2026-yil 20-fevral. Xo'p, biz yana o'sha o'zimizning xonadondan video syomka qilishga harakat qilmoqdamiz. Hozir novvoslarni ko'rsatib o'taman. Molxonaga mana yetib kelyapmiz. Orqa tomonida novvoslarning hammasi damini olib yotibdi. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Ichkariga kirsam turib ketsa kerak menimcha. Biz bu videoni qo'yib borishdan maqsadimiz o'zimizga mana shu kanalda nima bo'lgan, qanaqa bo'lgan ko'rib bilib olish. Kimdirga qiziq bo'lsa, kimdirlar shu biz boqayotgandaqa boqib bizni qo'ygan videolardan foyda, manfaat ko'rayotgan bo'lsa degan umidda, maqsadda qo'yib boryapmiz. Buni qo'yishdan maqsadimiz faqat yaxshilik. Hech kimga o'rgatish, kimgadir maqtanish yoki boshqasi emas. Shu uy oddiy sharoitda, qishloq sharoitida mana shunaqa kichkinagina molxonangiz bo'lsa, o'sha molxonaning ichida oddiy ikki mahal qarab moldan foyda olish mumkinligini isbotlash maqsadida bu videolarni qo'yib kanalga joylab boryapmiz. Albatta biz qo'yib borayotgan videolarni ko'rib boryapsizlar. Bundan biz juda ham xursandmiz. Ko'rib like bosib, kanalga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmasini bosgan obunachilarimizdan albatta Allohning o'zi minnatdor bo'lsin. Alloh baraka bersin hammaning chorvasiga. Hozir sizlarga men ko'rsatib o'taman. Kanalda mana telefonni olganingizdan keyin kirasiz YouTube'ga. Bu yerga mana Ahmad Bobo Uz deb yozsangiz mana bizi kanal kelib chiqadi. Mana ko'rib o'tishingiz mumkin. Ahmad Bobo. Mana bu qorayib turgan tugmani bosasiz, podpisatsiya mana. Shuni bossangiz biz qo'yib borayotgan shorts video yoki-da to'liq videolar hammasi sizga kelib chiqib turadi. Mana shorts videolar. Buni ko'rsatib o'tayotganim sizlarga men o'rgatish yo boshqa emas. Mana kanalga kirib ko'rayotgan obunachilarning ichida 90% bez podpiska ko'ryapti. Ya'ni obuna bo'lmasdan ko'rayotgan ekan. Shunga telefonimda, narigi boshqa telefonda ko'rsatyapman. Shunaqa telefonda shuni kirib YouTube'dan Ahmad Bobo Uz yoki-da o'zi meni videolarim chiqqan bo'lsa, hozir ko'rsatganimday podpisatsiya tugmasi bo'ladi. O'shani bosib qo'ysangiz, bizni kanalga obuna bo'lgan bo'lasiz. Biz qo'yib borayotgan videolar birinchilardan bo'lib sizlarga boradi. Xo'p,
bu qo'ygan videoyimizda hozir ko'rsatib o'taman. Juda ko'p kommentariya, juda ko'p meni kanalim uchun juda ko'p prosmotrlar bo'ldi. Shu prosmotrlar bo'lgan albatta yoqimli bu. Shu kommentariyada so'rashgan savollarga javoblarni berib o'tib ketsam degan maqsadda video qilyapman. Hozir novvoslarni daqasi qolmadi. Somon prissi drabilkadan chiqarishimiz kerak. Imkon bo'lsa uni ham drabilkadan chiqarilganini qo'yib o'tib ketaman. Biz novvoslarni 2 mahal rejimda boqyapmiz. Ertalab, kechqurun yem beriladi. Har bittasiga hozir oldi tomoniga o'tar ekanman. Novvoslar turadi, iloji yo'q oldi tomoniga o'tsam. Mana hozir videoni ko'rsatay sizlarga. Tak, bu videoyimiz mana bu video mana. 4700 ta prosmotrga ega bo'lgan. 164 ta like bosilgan, ko'rib o'tishingiz mumkin. Mana 66 ta kommentariya yozilgan. Bu yerda mana kommentariya yozilgan. Savollarga javob berib o'tishga harakat qilamiz. Mana bu yerda yozishyapti, 200 gram oltin gugurt qancha yemga qo'shib aralashtirsa bo'ladi deb yozyaptilar. 200 gram yemmi? Avvalo oltin gugurt haqida juda ko'p kommentariyada so'rashyapti. Avvalo aytib o'tay, oltin gugurtni xo'p, homilador bo'lgan xunajin yoki o'sha sigirlarga berish umuman qat'iyan mumkin emas. Sut yo'nalishidagi sog'ib ichiladigan sigirlarga ham berishingizni men tavsiya qilmayman. Bu oltin gugurt bersangiz, novvoslarga xunajinlarni faqat boqiladigan variantlar bo'ladi-yu, o'shalarga berishingizni men tavsiya qilaman. Xo'p, sizlar masalan mana shu obunachi ham so'raganlar, mana ko'rib o'tishingiz mumkin. 200 gram oltin gugurt qancha yemga aralashtirib bersa bo'ladi deyaptilar. Bu 200 gram emas, siz novvoslarga oldin bermagan bo'lsangiz, sizda kichkina choy qoshiq bo'lsa, o'sha choy qoshiqda novvosingizni holatiga qarab bir kunda qancha yem bersangiz novvos bo'lsa sizda. Masalan, bular 2 kilodan yeydi, ertalab kechqurun o'sha tarzda yeydi. O'sha 2 kilo yem bo'ladigan bo'lsa, primerni sizniki ham o'sha 2 kilo yemga kichkina choy qoshiqda har kuni ertalab bir mahal o'sha choy qoshiqdagi oltin gugurtni qo'shib bersangiz bo'ladi yemiga. Agar siz oldin berib buni sinovdan o'tgan bo'lsangiz, osh qoshiq bor, osh qoshiqda bersangiz ham bo'ladi. Faqat uni sizga aytsam, bir hafta yoki 10 kun, 15 kun oralig'ida bersangiz bo'ldi. O'shanda o'zi buni ichidagi qurtlari, boshqalariga ta'sir qilib oltin gugurt foydasini bergan bo'ladi. Xo'p, aka, yana keyingi nimani o'qiyapman. Buqalar zo'r o'zgaryapti. Omad Adushi, rahmat kattakon. Xo'p, 2 qop kepakka 1 qop kunjara qo'shdingizmi? Aytmadingiz-ku deb yozishyapti. 2 qop kepakka 1 qop kunjara qo'shmadim. 25 kilogram kunjara qo'shdim 2 qopga. 2 qop kepakka 1 qop 50 kilogram kunjara qo'shsangiz ham bo'ladi. Faqat kunjara hozirgi kunda 5500 so'mdanmi olyapman. Qozog'iston raps kunjarasimi? Proteinga boy deb juda ko'p internetlarda, boshqa joylarda aytishyapti. O'sha kunjaradan olganman. Novvoslarni ko'rib o'tishingiz mumkin. O'zgarayotgan bo'lsa, o'zgarayotgan, o'zgarmayotgan bo'lsa, o'zgarmayotgan deb kommentariya yozib qoldirishingiz mumkin. Novvoslar mana hammasi sog'lom, damini olyapti. Golshtayn ham ancha o'ziga kelib, o'ta bilinarli darajada bo'lmasa ham et olishni boshladi deb o'ylayman. Meni o'zimning shaxsiy fikrim. Keyin hozir yashur kasalligi juda avjiga chiqib ketyapti, internetlarda juda ko'p ko'rganman. Yashur kasalligini oldini olish uchun novvoslarga
molxonangiz bo'ladigan bo'lsa, molxonangizdagi o'zingiz kirib chiqsangiz, misol uchun ko'chadan tashqaridan odam olib kirsangiz yokida kimlardir novvosingizga, molxonangizga kirib ko'rmoqchi bo'lsa, o'sha kirmoqchi bo'lgan odamlarni dezinfeksiya qilib kirishi kerak bo'ladi. O'shanda yuqish ehtimoligi kamayadi. Ya'ni hozir sizlarga aytib o'taman. Mana oldi tomoniga o'taylik. Novvoslarni masalan, men molxonamda 4 ta novvos turibdi. Boshqa novvos olib kelsam, men boshqa novvos olib kelganimdan keyin tashqariga baylab, tashqarida margansovka, miskoprosi degan nimalar aptekada, vet aptekalarda sotadi, hammasi sotuvda bor. Miskoprosi, margansovka, yana o'sha oyoqga sepadigan qanaqadir sprey bor edi. O'shani sepib bir 3 kun yo 4 kun novvos karantinga olasiz. U novvosi bu molxonaning ichidagi novvoslaringiz kasal bo'lmasa. 3 kun yo 4 kundan keyin novvosida o'zgarish bo'lmasa, u novvosda masalan o'sha kasalligi alomatlari oyog'i yoki og'zidan shalaq-palaq oqib boshqa bo'lmasa, keyin olib kirib qo'shib molxonaga qo'shsangiz bo'ladi. Molxonaga ham o'sha oshnangiz, do'stingiz yokida kimdir ko'rsatmoqchi bo'lgan odamlaringiz kiryotganda qo'liga yoki o'sha oyog'iga, o'sha ustki kiyimiga, kiyim boshida qilib olib kelib yuqtiradi. O'shalarni iloji boricha kamroq hozirgi paytda mana kasallik ko'paygan paytida kamroq kirgani ma'qul. Shuning uchun dezinfeksiya qilib keyin kirgizish kerak. Mabodo kirgizmoqchi bo'lsangiz ham, meni bu shaxsiy fikrim, tajribada o'zim anchadan beri boqayotgan bo'lsam, shularni bilib o'rgandim. Men ham shularni aytib o'tib ketay deb aytyapman. Ha, yana novvoslar yo'talayotgan bo'lsa, mabodo uyingizdagi o'sha novvosingizdir yokida xunajiningizdir, umuman chorva hayvoningiz yo'talayotgan bo'lsa, sizlarga hozir aytib o'taman. Eng oddiy, oson usuli novvoslarni hammasiga, masalan, o'sha uyingizda nechta bo'lsa, o'zimizni обычный mana ovqat qilganda ishlatiladigan piyoz bor-ku, piyozni har kuni bir mahal ertalab novvoslarga 2 dona yokida 3 donadan katta kichikligiga qarab novvosga to'rg'a bersangiz, o'sha yo'talishi yokida masalan shamollashiga tabiiy tabletka bo'ladi bu. Buni men o'zim sinab amalda ko'rganman. Shuning uchun sizlarga ham buni aytib o'tib ketay deb maqsad qilgandim, aytib o'tdim. Shu yo'taliga yokida qanaqadir kasal bo'lsa, uni oldini oladi. Piyozni foydasi borki, zarari yo'q. Shuning uchun har kuni masalan yo'talayotgan bo'lsa yokida shamollashga o'xshash alomatlarni sezsangiz, oldin doktor chaqirmasdan oldin siz shu usulni qo'llab ko'rsangiz, effektini ko'rasiz. Men effektini ko'rdim. Meni xonadonimdagi novvoslar yo'talganda shu piyozlarni berib, doktor chaqirmay o'ziga yo'talini qaytarib oldim. Mana novvoslarni ko'ryapsiz, hammasi zvachkasini chaynab, ya'ni kovush qaytarib yotibdi. Oxirimiz deyarli bo'm-bo'sh holatda. Mana golshteynimiz turib oldi xolos, boshqa hammasi yotibdi. Molxonaga kirsangiz, novvoslar hammasi yotmasdan, turmasdan yotib olsa, bu sizni foydangiz bo'ladi. Bu novvos o'zini erkin qo'yib, ancha maza qilib yashayotganidan dalolat bo'ladi. Shunda yaxshi semiradi. Mana hozir men orqasiga o'tib syomka qildim. Mana oldiga o'tyapman. Men novvoslarim turmayapti. Demak, bular xotirjam, hammasi maza qilib damini olib, mendan qo'rqmaydi, boshqa bo'lmaydi. Shu foydalari novvoslarni yotishini. Novvos yeb yotsa juda semirishi tezlashadi. Novvoslarni yeb yotishi bu juda foydali hisoblanadi. Masalan, siz kirib kelsangiz molxonaga, novvoslaringiz turmasa, bu sizni foydangiz bo'ladi. Turmasa deganda endi bu qorni to'q holatiga turmasa, qorni to'qmi, ochmi, o'sha ertalab yemini berdingiz,
Masalan, obedda kelib siz kirma bir nazar solib qaray deb kirsangiz turmasa, bu sizni foydangiz hisoblanadi, chunki u maza qilib orom olib yotgan bo'ladi. O'sha semirishiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi bu. Endi bu yerda pauzani bosib turaman. Hozir drabilkani ko'rsataman. Drabilkani somonni chiqarishi qo'shib o'tib ketaman. Novoslar o'zgargan bo'lsa o'zgardi, o'zgarmagan bo'lsa o'zgarmayapti deb o'tib ketishingni so'rab qolamiz. Kommentariyada yozib qoldirasizlar albatta. Sizlardan iltimos, do'stlar, akalar, ukalar, opalar, singillar, hojota, hojonalar, hammangizdan iltimos, o'sha podpisatsiya tugmasini bosib qo'ysanglar, biz qo'yib borayotgan videolarni ko'rib borish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Biz bundan bag'oyatda xursand bo'lamiz. Hozir endi ko'rsataman drabilkani. Hurmatli akalar, ukalar, mana ko'rishingiz mumkin. Drabilkani o'rtaga o'rnatib oldik. Bunaqa lata bor, shuni ustiga chiqaramiz. Endi video cho'zilib ketmasligi uchun buni chiqarilishini qo'ymadim, keyin uni ovozi bor, shovqin. Zo'r video bo'lmaydi unda. Hozir mana drabilkadan chiqqanini ozgina qolgan ko'rsatib o'taman. Shu darajada mayin qilib novoslarga chiqarib beradi, mana ko'rib o'tishingiz mumkin. Mana shu darajaga keltiradi bu somonlarni. Mana somonni mana shu darajaga keltirib beradi hozirgi drabilkamiz. Novoslarni shu tarzda boqyapmiz. Novoslarimiz ertalab, kechqurun 2 mahal boqiladi xolos. 2 mahal, bir kunda 2 mahal. 2 mahal boqiladi. Har bittasiga shu tog'orada mana ko'rsatyapman. O kommentariyada so'rashgan edi, o'sha buni yem berayotgan jarayoningizni ham video syomka qilib chiqarib keting deb so'rashgan edi. Juda ko'p so'rovlar bo'ldi. Esimda qolganlariga javob berib o'tib ketyapman. Esimda qolmaganlariga keyingi videolarda xudo xolasa yana javob beramiz. Mana shu novoslarimiz 2 mahalga rejimda boqiladi. Ertalab, kechqurun qaraladi. Shu tog'oramizda har bittasiga novoslarning har bittasiga 2 tadan mana shu somonni drabilkadan chiqarilganidan beriladi. Har bittasiga 2 tadan. Xo'p, undan keyin 2 tadan berib bo'lgandan keyin ustidan mana leka turibdi. Ko'rishingiz mumkin buni. Lekada mana shu lekani to'ldirib, hammasiga suv quyib chiqaman. Suv quyib chiqib bo'lganimdan keyin mana ko'ryapsizlar, hozir buni kechki tomonga beraman. Kechki ovqatiga, kechki yemiga bir qop sulusimizni 2 ga bo'lib beraman men. Shu yarim qop qolgan mana sulusimiz. Shuni kechqurun mana shu somonning ustiga hammasiga to'kib beraman. Xo'p, undan keyin mana cho'mich ko'rsatay. Mana shu cho'michda mana cho'michimizni ko'rishingiz mumkin. Mana shu bitta bo'lsa, mana shunaqadan har bittasiga mana shu cho'michdan 2 tadan beriladi. Shu cho'michdagi gideta 1,5 kilo, 1 kilodan oshiq chiqadi. 2 kilo, 2,5 kilo ertalab yesa, 2 kilo, 2,5 kilo kechqurun yeydi. Bu aralashmani ham tayyorlayotganimni video syomka qilib o'tganman, ko'rishingiz mumkin. Buning ichida Qozog'istonning kunjarasi, kepak, makkani uni. Xo'p, yana nima bor? Tuz. Yana nimadir bor edi, esimdan chiqdi. Qozog'iston kunjara, makkani uni, kepak, tuz bor ekan, boshqa hech nima yo'q. Oltin gugurt qo'shganim, uni yeb bo'ldi. Endi oltin gugurt bularga berish hozir shart emas. Men oltin gugurt berib bo'lganman. Shu tarzda boqyapmiz. Albatta biz qo'ygan videolarni ko'rganlar, like bosganlar, podpisatsiya bo'lganlar, podlisiya qilganlar, kommentariy yozganlardan Allohning o'zi rozi bo'lsin. Hammaning xonadonida bundanda ko'p chorva, mol qo'ylari bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Barchangizga omad yor bo'lsin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Video cho'zilib ketmasligi uchun men drabilkani ishlatishga qo'shmadim. O'zi shunda ham 18 minutga aylanib ketibdi.
Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu tarzda 2 mahalgi rejimda ertalab kechqurun berib, qishloq sharoitida, uy sharoitida shunaqa kichkina molxonangiz bo'lsa, novvos boqib foyda olsangiz bemalol bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchangizga omad yor bo'lsin.